Do'stlar, qadrdonlar, mana Ravshan Toshpo'lat, Zavotoy Qo'rg'on qo'shig'ini muallifi akamiz bilan maza qilamiz. Qo'rg'on yoshlar bog'idamiz, qadrdonlar. Bobur aka. Ayting. Qo'rg'onda edik norin daryoda. Дорогой. Qadrdonlar, hammani ertangi Xudo xolasa kunimizga 23-kuni dushanba kuniga 18:00 ga markaziy o'yingohimizga taklif qilamiz. Ravshan Toshpo'latov, Zavotoy Qo'rg'on qo'shig'i hamda boshqa bir qator qo'shiqlari bilan sizlarni hammani ko'nglidan qoldiramiz.